Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli podpischilar. Navbatdagi darvozamizni o'rnatib berdik. Xudo xolasa, o'zingizlar ko'rib bir baho berib qo'yasizlar. Yengil tanishtirib o'taman. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran pastiga raqam qoldiramiz, aloqaga chiqishingiz mumkin. 12 viloyat bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor yurtdoshlar. Xudo xolasa, darvozamiz razmeridan boshlaymiz. Razmeri 470 ga 470 bo'lgan, nalichkalarini ham hisobga olganda aziz do'stlar. Tagiga shiviller qilib berganmiz yurtdoshlar. Xudo xolasa, semin qo'yishadi, chiroyli turadi. Xo'p, ikki yon hamda teva qismiga 10 ga 10 brus qilib berganmiz. Stenkasi 2,5 li stenada bo'lgan. Darvozamiz orqa ko'rinishi tekis diplomat varianti bo'lgan, 3 qavatli variantda bo'lgan darvozamiz. Glansiy holatda qilib berganmiz darvozamizni yurtdoshlar. Xudo xolasa, grammatikslari bilan kraskasiga ham garantiya bor aziz do'stlar. Samarqand viloyati Toyloq tumaniga dastavka ustanovka qilib berganmiz. Bitta xonadon egalari 3 ta darvoza buyurtma qilganlar. Ikkitasi xudo xolasa mana uchastkalariga bo'ldi. Xo'p, keyingi darvozamiz yashab turgan xonadonlarga bo'lgan aziz do'stlar. Bizi bu xonadon egalari YouTube ijtimoiy tarmoq orqali bizga biron murojaat qildilar, ishlarini bitkazib berdik. Xudo xolasa mana o'zlarini bir ikki og'iz suhbatlarini eshitib o'tamiz. Aka, darvozamiz yoqdimi, ishimiz yoqdimi, nima deysiz? Bizni bir podpischilarga bir ikki og'iz tavsiyangizni berib o'ting aka. Darvoza tomonga kelaverasiz aka. Buni 1,5 oy oldi. Men Instagramdan ko'rib, bularga telefon qilib zakaz qildim. Xudoga shukr, mana 3 ta darvoza, 2 ta uchastkaga, bitta uyga 3 ta darvozani olib kelib qo'ydilar. Sifatiga gap yo'q darvozani. Tagi shiviller, ustlari mana bunaqa, fasonlari, hammasi zo'r. Samarqand darvoza bo'lgan. Samarqand darvoza. Mana Tayloq tuman, Baxshtepa qishlog'iga olib kelib qo'ydilar. Olib kelib qo'yganlari, hozir hammasini ustanovka qilib, joylashtirib, mana kuluch qilib, hammasini qulflab, zakoni qilib berdilar. Inshaalloh nasib bo'lsa, yana bitta uchastkaga zakaz qilmoqchiman bularda. Mana shunaqa bitta Samarqand darvoza. Lekin ishlari top-toza, sifatiga gap yo'q ishlarini. Aka, bemalol qo'rqmasdan buyurtmani berishaversinmi yurtdoshlar aka? Biz podpischilar nima deysiz? Bemalol qo'rqmasdan buyurtma qilaveringlar. Oldindan ma'muncha pul to'la, unaqa narsa yo'q aka. Shunga zakasni berasiz, nimasini oladilar, razmerini oladilar, o'zlaringizning nimalaringizdan chiqarib zakat berasizlar, xohlagan zakotlaringizni aytgan kuningizga tayyorlab olib qo'yib o'rnatib ketadilar. Xudo xolasa, 12 viloyat bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor. Ekran pastida raqam qoldiramiz, aloqaga chiqarasiz. Aka, darvozalar buyurib nasib qilsa, yaxshilik kunlarga, to'ylarga ochilib yopilsin aka. Bergan pulingizga rozi bo'ling aka. Biz ham qilgan mehnatimizga rozimiz aka. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar, o'zingizlarni asranglar. 12 viloyat bo'ylab dastavka ustanovkalarimiz bor. Aloqaga chiqaveringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar yurtdoshlar.